Mana bu kabel. Высоковольтный kabel batareyadan invertorga chiqib boradigan. BYD chempionlik. Mana shu mashinaga qo'yamiz hozir buni. Diagnostikalarni qilib, hamma xatolarni ustrangiz qilib, mashinani soz holatda yurg'izib, egasiga topshiramiz. Mashina garantiyli. Mana shu kabel 44 ming adashmasam kilometr probeg yurganda отказ berdi. Va garantiya mana inshaalloh mashinaning ishi hal bo'ladi. Mana mashinaga yangi podarka bo'ldi kabel. Sizlarda ham BYDda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hozir bu kabelni qo'yamiz, bitta test drive qilib tekshirib ko'rsatib beraman. Mashina egasiga ketadi. Kuzatishda davom etinglar. BYD chempionimizda высоковольтный kabelini qo'yish jarayonida. Bu ish bilan Abduxalil shug'ullanyapti. Hozir xotirda joy-joyiga hammasini mashinani bitta haydab test drive qilish holda egasiga topshirib yuboramiz. Agar sizning ham mashinangiz ofitsialniy olingan bo'lsa, BYD avtoservisimiz. Neofitsialniy olingan bo'lsa ham bemalol kelib ishlarni hal qilib ketsanglar bo'ladi. Bitta mashinalarni ko'ryapmiz. Bu tomonda GM, bu tomonda BYD. Endi test drive bo'ladi mashina. BYD Champion EV официальный. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Mashinani test drive qilib haydab tekshirib kelamiz. Высоковольтный kabel almashdi mashinani. Mana, tushsa mana shu yigit bo'ladi. Buni o'zi kasalni Jo'rabek topgan edi. Jo'rabek o'zi ketdi endi uyga. Qanaqaga borib kelsa? Shogird ana Abduxalil xittashadi buni. Ketdik test drive, bitta mashinani tekshirib kelamiz. Ketdik yashil rang jilosi. Taqaganni qara buni. Voy mashalloh. Mashina cho'tki yurdi. Mana shu kelgan holatida mashina 30 km/soat tezlikdan oshmayapti. Ограничение berib qolib, tabloda avtomobil undov belgisi bilan qizil chiqadi. Ikonka, mashina yurmay qoladi. Высоковольтный batareyaga ashibga beradi. Sizlarda ham qanaqadir muammolar bo'lsa, BYDlar bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Inshaalloh ishlarni sifatli darajada bitkazib berishga harakat qilamiz. Servisimiz ishlab turibdi. Kechqurun ham оборудованиyalar moshinalari keldi. Развал схождения, balansirovka. Ancha-muncha оборудованиyalar keldi. O'shalarni sekin-sekin joylashtiramiz. Injektor чистка apparatlargacha keldi hammasi. Bitta-bitta bularni ishlatamiz endi. Salomat bo'linglar. BYDsi bor akalarga videoni yuborib qo'yamiz. Servis qidirib yurishmasin. To'g'ri bizga murojaat qilishsa BYD Jizzaxga sifatli darajada xizmat ko'rsatib beramiz.